Oğlumның жетілген пәйдігі менің бешімге келді. Akşam sırtta, hocam tulağım çıkmaydı ha. Hocamga nima qoptu? Döpögüne opo, döpögüne. Şuval degan çoğlarning ishiga aralashmaydigan. Mani sipaqa. Chiroyli qoptimi? Yotib qopti, gul tikib qo'ysizlar. Chiroyli qopti. Buni-chi sunnat to'yingda kiysa. Sunnat to'yingda kiyib tuxum pishiribman degan sanglargu. Sunnat to'yimga nima ish chaqara qilmaysizlar? Oldirma. Tayyorligimiz bitmadi tehi. Sunnat to'yingda-chi jiq nimani qishqirmiz. Sunnat to'yimda jiq mehmonlar kelsin degan. Asta, asta. Zahnani chaqirib chiqib to'yga birga borayli. Qana deysan? Qodir anani to'yga chaqirmabdi. Bo'pti. Bizni bormayli. Chaqirishni o chaqirgan. Biroq Ranani otisi, sen Amini qachon degansan? Kerak yo'q. Buni chorasi o'ng'ay. Sen xotirjam bo'l. Men o'zim ham hisobini.
Sen beni kütüp bir şey turduğun ne hazır çıkımın ha? Silak durma! Ne durma! Ne durma! Yolun için sağla! Ne durma! Silak durma! Amin Kaçı. Rana bilen ikimizden savaklaştığı sadrısını kılıp, minyon tentayligimni keçirim. Ben bir ciddi iş bilen kep kaldım. Tağamdan tağısı ak oydetki Öztağ'ın körügüdün. Yıkılıp düşüp, futkolları, yüz gözleri kanığı boyulup yatıdı. Ben nemi kılışımda bilenmey, gangırapla kaldım. 70 yaştan aşkan adamdı. Bu yakın etrafı doktor hanımı yok. Eğer Rana'nın vakti bolsa, iğir köymey, doktor hanımı birge berip, keselinin cerahatlarını tenişke yardımlatsıyken. Bol kızım. Karap durmay. Berip o bikarının cerahatlarını körüp bakın. En yakışıklı doktor hanım apırınla. Doğru, doktor hanımı atansak olmaydı, bırak keç kalamız mümkün. Ben? Nimizi halılık karap durursak, bula. Doğru sandık ülkene. Evet, doğru sandık eme, doğru sandık. Bu yer diken go. Seni bana haydi. Bula, çapsan bol bula. Oy, erip kaldınız mı neme? İçip yazdık. Elik ağır kişikeni. Ne turmam da. Yaxşı mısınız? Yaxşımsız. Yoldaş sestra, siz muş ağrıqqa obdan emra bulup, aldırmay menip verin. Ben aldın mangaş tura ya. Toxta. Rejim alaylı. Makul. Oldu, şığlamağın. Apakkan, şığlamağın. Şığlama. Böyle de. Nerede? Kelin, apak kız. Böyle de. Siz rastlı mektepten çıkıp gettiniz mi? Apam, kız bol degen okutmayını kılıdı deydi. Hazır ne gımadınız? Şunadan şatılap gidiyordu. Hoş. O kız kim o? Böyle de degen. İçer kız. Məlimizi dağqıba Partamxan vat, onun ögey anısı boludu. Anda olsa, ben o kızını öyünün yenigich apırıp koyup, doğru sandığını bizden öyle ekirip, obdan bir yerge uğurlaştırıp koyay. Kandatlaysız Melike alileri, ha? Yeni çakçakka kıldırdınız. Buldu, yakınmadım. Sizler meni evrenla, ben kadının toyuğa, arkanlarla itip baray. Şundak olsun, hürmetlik şahzade, hürmetlik Melike alileri, ha? Seni, sarkoş. Biz bir-birimizni şunca yaxşı görüşümüz. Lekin onun aile ahvali, kılıvatkan kesbi tüpeylidir. Aramızda karı tütek peyda bulmakta. Rana geldi. Rana, Sofiya, yaxshi misan? Yaxshi, o'zing yaxshi. Kelinchak qani, o'zini kamida ranjib qolib chaqqan kir.
Yaxşımsınız. Rana, yaxşımsınız, yaxşımsınız. Rana, kela. Oturala. Ayşem, ben keçikip kaldım, beni getir. Bak, aldıraş olmam sen, keçiktin mi? Oy, medalyon al, pek mi çıraylık sen bu, kıyardın aldın. Bu konu medalyon, fırından tatıp takap geliyordu. Şundak mısın? Ha kızlar, hazır sandık açık iken, bizde üsteğlerini basındaydı. Kızlar, hazır sandık açık iken, bizde üsteğlerini basındaydı. Üsteğlerini basıp gelmez. Kızlar, hazır sandık açık iken, bizde üsteğlerini basındaydı. Şun kim bas bula, kösterin açın. Barın sen kestine, Sofiyan'ı kestine, Rana'nı kestine. Hemen. Bunu da. Mana bu kelin kızımızga tayyorlagan to'ylig'imiz har birlariga ko'rsatmoqchi. Mana bu qizlar vakili. Bana vakil ketdi. Kızlarning vakillarime yetib keldi. Endi mallarni ko'raylik. Pakistanning yağlığıdan 3 tane, Sovetning Kashmir yağlığıdan 1 tane. Mana bu aynak anglikleri. Bir cüp altın halka, bir cüp altın üzük, bir tane medalyon, Şanghay'ning isil mallarından 2 kiyimlik, Şanghay'ning heleli yağlığıdan 2 tane, Hangzhou'ning işbak kelimidan 1 tane. Az olsuna qabul qilishala. To'yliqni tazimchi qoldiribdi. Xudam, to'ylig'imiz az olsun qabul qilsalar, kamyalarni to'liqlab olamiz. Siz ziyad ekansiz bu. Rana, sizni qizlar saqlab turdi, mangayli. Tur. Kim to'liqcha qarshilik bermanda, albatta. Bu yigitni qaysigan pul ozdan ekan? Rana, oy, nim bo'ldim? Xafa qopsan-ku. Yura ketaylik. Kızlar, başına çıkınlar. Merhamet, çıkınlar. Tahtala. Resma? Kızlar, alıp kömürde de donmak maçına çıkmayınız. Durun. Ayşe, çıkmama. Fatamxan. Sili berib bundaroq gap qilib baqsizlar. Sağ narsalar bilan to'yni o'tkazib olsak, keyin undarog'idan bir jup ap beraylik. Yenge, bunday günlerini qanday o'tkazasiz? Kelinni aytib olsak, keyinchi yaxshi o'tib ketamiz. Sizlarni ovora qildim. Kızlar içeri değil, maşına çıkınlar. Çaptan maşına çıkın, çaptan. Söyleme. Sofiye, renci
demegin. Mening azroq ishim bor edi. Sen ketavergin, biroq kechib o'tirish cho'qim dag'ana. Ma'qul. Sofiya. Sofiya. Bu yoqqa kel. Nim bo'ldi? O sizni chaqirdi. Nega bordi ekanman? Burunqi joyga. Biroq bu yerda ishim tursa. Kechda uning bilan yigitning uyiga bilib borsangiz bo'ldi emasmi? Sen mi bağına ver? Rana'nı keşke oturuş kıyıp gidersen. Mağul et. Sen maçına çıkın mı? Maaş. Rana. Neymiş toydan çıkıp gideceğiz? Undaq sorma, bana yakmadı. Toy bo'lgan bu qiz saboqdashingizmi? Tibbiy maktabda birga o'qigan. U hozir butunlay o'zgarib ketibdi. Ota-onasi uni mol o'rnida sotdimi, shunga rozi bo'libdi. Hozir jamiyatda mana shunday ba'zi ota-onalar namoz qilmay qizlarning to'y ishini bir qatorliq soat tetiqqa aylantirib olgan. Men qodirga ichinaman. Uning muktib qolgan bichara opasiga ishtamoqdi. Rana, sizning ko'nglingiz nima degan yaxshi? Men Qodir o'rnida sizga rahmat aytaman. Selamın elçi, bizni uyga qachon kelmoqchi? Ati keladi. Ati Abduz akam opangiz qishiga 6-chi qatim bordi. Qaraganda opangiz meni saroliq muallim deb yaratmoqchi kerak. Yo'q. Men undaq o'ylamayman. Men opamga yana tushundiray. Siz xotirjam bo'ling. Menga ishoning. Bu kitobni singlim Urumchidan og'ash ketgan. Rahmat sizga. Singlingiz ham sizga rahmat. Shahzod bilan Malika bu yerda ekansan. Meni tozim izlatdinglar. Endi keldingmi? Siz textga uyga qaytmadingizmi? Men Mushu chaqqicha shu bichora yetim qizning ishi bilan bo'ldim. Akram, balani men ko'tara olay. Men Rana achingizni o'tir maktabda birga o'qigan saboqchi bo'laman. Bola bilan narsa kerakligingizni men uyingizgacha olib borib beray, bo'lamdi? Rahmat sizga. Yur. U qiz chiqishcha men ishga oldida saqlab turdim. Akram. Aka, sizga hech ketmabsiz-ku. Sizga yordamni shay deb saqlab turgandim. Bu ko'tirib olganingiz nima? Cho'ng otamga aytgan oq uni. Buni siz ko'tarib qo'ydimmi? Nima chiroyli qiliblar bu? Akram, menga ber. Men ko'tarib olay. Keyin siz bilan yana ko'risha olamanmi? Biz bir shaharda tursak, nima ish ko'rishamaymiz? Men avangard turli mallar magazinde pürgazchik. Agar sizning bundan keyin biror ishingiz chiqib qolsa, meni shu yerdan izlasangiz bo'ladi. Men Eli. Rahmat. Eli aka. Shuning bilan mushroq bo'ldi. Eli, siz bir yaxshi ish qilibsiz.
Ben sizden pek hoşal oldum. Bo'ldi. Jurama, bizni o'yga berib demalaylik. Jurama. Yo'lda sestra, siz ma o'yga qaytmam. Siz teki kiysemni doktorxonaga aparmoqchi emasmidingiz? Bo'ladi, hammamiz birga to'yga boraylik. Agar sen bormaydigan bo'lsang, Qodirdan qutlanmaysan-chi-mi? Jurama. Ocho! Anvar! Apa! Bike balam, bike. Rana ne ketdi? Birisi ağırıp kaptı doktorxonaga ketdi. Bayatın sıkırlaştın bir adam qaytib ketdiken. Okan ondan bir parça xatar atıptı. Sizge de hoş xabar mı bak? Hoş xabar, özüge layık tapqa oqşamamdı. Toğra aytdınız. Ürümçide oqyapkan tanışqan sabaqda şeken. Oqışını bitirip yazlıq tatilde qaytib keldiken. Rasma, bu yıl onun toyunu qıvarsam, xeyli xatirjam boп qalatdım. Sen çığında 2 balıq oldun. O tesi hiç boy taksırıdı. Xetide bu yıl toy qılınan daptı. Bu rastıllı hoş xabarke. Neçə gündən beri sol qapığım dika tatmaptıken. Muşu xoşallık satıptıken mi deyme? Xoşallık. Hemen yerde toy üstüge toy. Bugün muşu yakşamidin özü bile 5 parça toy bağış tapşırıp aldım. Amin Xatı bugün size acayip mi xoşallık? Vay Fatemxan, canım hoşnam. Muşu ballarının xoşallığı bolmamdı. Men birisini tepip, mesletli şey dep turattım. Kesle, birden oturup çıksla. Maqul hazır çıkay. Mavlida, sen uxlagandikini tamaq qil. Birek chiqib ketmijimi, ağladım yo'q. Maqul apa. Amine Xatça, xoşallık degan kishini yoyritib o'tadi. Qarislar tilni chiroyli qilib qapla. Nima xoşallık ba? Kasla, o't tasla. Tağımızdan xizmeti bo'lsa, sirtda, uyning hamma shukasining zimmalarida, qo'limdan keladiganli ish bo'lsa, hargizmi kuchimni ayamayman. Ra'noning aksi o'ziga loyiq debdi. To'yini bu yil yozli qilib yetayli deymiz. Rostmi? Talaylari tozimi o'ngdan ketdi. To'y deganni qancha tezroq qilsa, shuncha yaxshi. Bo'lmasa, bag'ancha ish ko'payib ketadi. Bugun Qodirning to'yi shuncha hashamatli to'y bo'ldi. Farzandilarni ko'p, qator turib ketgan mashinalar, qo'y, kola so'yibdi. To'g'ri to'lanma oz emas. Biroq to'yni shuncha cho'ng qismi Oyshamning otasiga rozi bo'lmabdimish. Mening nada 9'uni talqibidek to'lim bo'lsin. Anvar 7 yoshga kirib qoldi. Bu yil yoz uning sunnat to'yini qilmasam bo'lmaydi. Ra'no qizning loyiqi bordi. Men sizdan hech narsani yo'shirmayman. Elchi 5 qatim keldi. Javob bermadik. Nemishqa? Çoğun kızımızını hiçbir oylaşmayla kembağal bir işçiği berip dikenmiz. Emdi Ra'noning tapqan layığını anlasak, aile ahvali, hizmeti hiç qaysi jihatdan ko'ngildagidek emasken. Elqiz muallimi Yasin şumu ya? Siz unutunamla? Men uni obdan bilaman. Ba'zidan kechqisi shaharlik qizlarning oqisini qatrab yurdigan o saraliqni kim bilmaydi deylar. O zodi qandag'roq bola. Chiroy shakli yomon emasken. 4 ko'cha og'zidagi sharaf taxtasiga uning sirtini chaplab qo'yibdi. Biroq Ra'noning undaq saraliqi hargizimdagili bo'lmaydi. Ra'no qiz chiroyli ham aqlli tursa, uni qo'l ilgida va obro'li oilaga to'y qilsak, andin yarishidi. To'g'ri aytdilar Fatemxon. Men shundoq o'ylayman, shundoq. Biroq o ikkisining birlashganligini ko'rdim. Nima ko'rdilar? Qodirning to'yida. Birisiga o'xshatganlar. U bir kasalni doktorxonaga aketgan. Ya, ishonmasizlar, o'zi kelganda so'rab taqsa. Amine Xatça. Anchalar xafa ketmisizlar. Bu zamonning bolalari bag'ancha cho'nglarning gap so'zlariga kirmaydigan bo'lib ketdi. Apa, u Ra'noning o'zining ishi, uni gapi quloqsanma. Qizim, uni yaxshi niyat bilan davatidi. Sen bugun qo'nib qol. Oqshomliq akangga xat yozib.
kelinimi ko'chirib akib oldim. Endi sizlar damasanlar bo'ladi. Balam sizin neç gününü bunu naydı cevap attınız. Sizin öyle kırıp demeyin. Ma'qul. Bakma. Yaxshimisilar? Biz keldik. Qo'sha. Marhamat. O'tir. Mening tipe maktabda birga o'qigan saboqdoshim. Buni bir ajab nima aytmoqsiz bu? Hunar. Qandaqdagi adash bu? Nima qildigandu? Disko oynayalım. Kechiring, men disko o'ynayamayman. Unda da tango oynayalım. Texnikani tutagan qizni bundaq taqinchoq bo'ladi. Siz usulni qancha yaxshi o'ynaysiz. Kasb usulchilarni sizga tankilamaydi ekan. Bak oshirib aytdingiz. Siz bilan tanış o'ynashning o'zi bir rohat ekan. Agar ikkimiz tanishib qolsak, men sizni hamma jihatdan rozi ham baxtli qila olaman. Yo'q, undaq qilmang. Men ranjib qolaman. Güzelning ranjishi mi güzel-da? Ben ünalgını ötürüyde. Nima qilmoqchisan? Sharaf taqsidiga gadoy ma'lum. Bu yoq sizning nimamiz bo'ladi ekan? Bu mening sevgim. Biz qaytdik. Saralık akka. Ahire köygülüğünü bir gözetmesem. Ata, Rana qaytib keldi. Apa, ata, qachon kelgansan? Apa, mijozimiz yo'qmi meni?
Gap qila. Men sening opangmi, emasmi? Na'ladagi gapni qilyapsiz? Ayta. Sen na'laga berib, kimlar bilan birga yurding? Yasin ikkimiz Qadirning to'yiga bordik. Mening gapimni anglamay, uning bilan uyoq-buyoqlarga berib yursang, endi men el ichida qandoq yuzimni ko'tarib yuraman? Senda qizim yo'q. Singlim, sana Yasin'dan başka yigit topilmadi mi? Acha, sen bilmeysin. O hamma adamning hurmatiga sazovar bo'lgan yaxshi yigit. Men uni yaxshi ko'raman. O'tgan yili kuzda bir kuni doktorxonada meni Gumshe doktorxonasiga jiddiy dori olib berishga avatdi. Daryo bo'yiga keldim. Kelkin ko'rik buzib etibdi. Qizchaq, nega bormoqchi edingiz? Yaxshimisiz? Gumshe doktorxonasiga dori ekitib ko'rikdan o'tolmayapman. Sal to'xtab turing. Men bir amal qilib boqay. Bir azdan keyin yomg'ir to'xtadi. Shundoq qilasiz. Ma'lum joyga borguncha baraka maqtuq. Sizlar nega borsizlar? Bu bolani maktabga kitotaman. Bu bola holat kesilib bo'lganmi? Shundoq. Ikki ishidlar shu kasal giribda bo'lgan. Sizlar haqiqatan kuyimchan akukalar ekansizlar. Yo'q, bu mening muallimim. Maktabga ko'tirib olib o'qiyotgani 2 yil bo'ldi. Siz xeyli kon o'qituvchi ekan. Oliy maktabni bitirib kelib o'qituvchi bo'lgan. 6 yil bo'ldi. Qizchaq, qaytish vaqtingizda cho'ng yo'l bilan meni ko'rikdan o'tsangizlar olib bekitib bor. Rahmat. Shu chaqda uning oliy fazilatli yigit ekanligini his qilgan. Bu yil bahorning bir kuni aytganda yaxshilab qoldingizmi? Ay, oliy maktab o'quvchisi. Yana o'rganishga kirishib ketibsiz-ku. Oldi bilan doringizni ichib oling. To'g'ri. Oldi bilan doringizni ichib oling. Yasin ma'lumsiz. Sestiraqsiz. Sizmitingiz? O'ltiring. Sanada, menga har kuni kelib dars etadigan Yasin ma'lum. Mana shu. O yaxshi ishni qilayotgan yanini sizgansizda. Yasin ma'lum. Siz haqiqatan jafodan qo'rqmaydi ekansiz. Bu qiz bu yil o'rta maktabga imtihon bermoqchi edi. Shu darsni to'xtatib qo'ysa bo'lmaydi. Qanday bolni ishdan chiqish vaqti bo'lib qolgandi. To'qirsay operatsiyasi tez taqiydi. Yana 2 kundan keyin bolni ishdan chiqsa bo'ladi. Sizlar tibbiy xodimlarning javobgarliginglarni aytimi eg'ir. Men sizlarga rahmat aytaman. Yo'q, undaq dema. O'qituvchi degan eng yaxshi bag'van, oliy sharafli xizmat. Tashqi kasallar operatsiyasi, bu kitobni sizmi ko'ryapsiz? Shundoq. Operatsiyaga oid soatlardan xabardor bo'lsam, navoda o'quvchilar shundoq operatsiya qilinib qolsa, sizlarga moslashishga foydasi bo'lib qolar. Shuningdan buyon, u mening ma'lum. Hammani yaxshi ko'radigan kishim bo'lib qoldi. Heliq o'quvchi doktorxonadan chiqqandan keyin men davomli maktabga berib, uning bilan ko'rishib turadigan bo'ldim.
qilib, Rana o yigitni yaxshi ko'rib qapti. Bu gapcha o yaxshi yigit o'xshamamdi. Axir apamni ko'ndirsizlar. Inim hada. Qarab qo'shib ketdim. Shayton. Yaxshi abduzga. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar, Ominaxon? O'ysizlar. Fatim xon sizmisiniz? Sizni saqlab turatdim toza. Maqsad ikadingiz kelib, chaqab kirib. Voy, rahatcha. Bağan yaşırıp çaylı hep git barladırımı. Adamı kızıl kılmaya koyala. Ballarınız düş çıkma. Kanis oturun, gelin. Oturun. Vay. Nemi degen esli gelen bu. Bazadımı izlep tapkılanmaydıgan nerslağı bu. Vay. Bu ani sıfatlı yemek bu. Bu ne? Şanghay'dan aldırgan. Siz Şanghay'nikini yaxşı göremsiniz, Çet'anikini mi? Bana bunu şöhretdeki yakındı, Şanghay'dan hep geldi. Bu Çet'tin kirgen mal. Vay, Çet'tin kirgen. Pek mi çaylıkken? Sonunu yıkmagan bolsa, apır güçlüsün, ben elim bu. Bundak insan bolan mı? Ay, biz degen tukkan tulsak, bir çaynak degen koaliş nimiti deysiz. Seni çayğı bakın, elim. Seni çayğı bakın. Fatem Xan, sizin yoldasınız Amine Xanlağı tukkan kelemdi, kandak? Şundak. Mening yo'ldashim, sizning yo'ldoshlari bilan ana bir ufquladim bo'ladi. Shundaq bo'lg'achqa, bizni Ominaxonlar tuqqan bo'lamiz-ku, deyman. Shundaq. Fatamxon, bugun sizni bir maslahat ish bilan chaqirtgandim. O'g'lim Shuhratning Ominaxonni qizi Ra'noga ko'z tushib qoldi. Ha? Biz bilan qo'dg'inimizda bu suvimizga kelayotganlarmi? Az emas, shunda. Biroq o'g'lim Shuhrat, o'sha Ra'no qizni olmasam, zori bo'lmaydi deb turib oldi, qaramam. Shuning sizni bir elchilik men beramdikin degandim. Naysim yaxshi o'ylasizlar. Sizlarga shunday guldek chiroyli Ra'no qizni kelin bo'lishga loyiq. Ularning uyga heliq saraliq yosin degan nima elchi kirgizib oldi. Hey, bundoq saraliqlar bizga tan kelalamdi. Agar men kerak deydigan bo'lsam, o'g'lim Shuhrat osmondagi oyni olaman desam, qo'li yetadi-da, ha? Shunda. Ana, o'g'limni kelib qoldi. Hey, undaq qilmang. Fatimxocha, dal vaqtida kelibsiz. Apa, sal turib Fatimxochamni mening hujramga boshlab kirgina. O'g'limning sizga deydigan gapi va o'xshaydi. Ma'qul kerak. Voy, Ra'no uni o'ziga qortib o'xshaydi. Men bunaqa cho'qim kafolatlik qilaman. Keyin qitim kelganingizda qizimga bir juft oyoq ep beraman. Xotirjam bo'lsa, menga bunday ishni buyurishlari mushu birinchi qitim emasmi? Mayada, ana. Fatamxon, bana somsi bilan yog'liqni elib edim. Keyin qitim sizni yana rozi qilaman. Elim, bu somsi bilan yog'liqni opirib ishlatavering.
Eğizga ağzılı yok mu bir nesler bu? Rahmet. Bugün hep rahmet. Şöhret, ben geldim. Kelam. Pul degan, mana turibdi. Men butun ishimni ziliga sag'idek to'y qilmasam hisob emas. Siz faqat Ranani qo'lga keltirib bersingizlar, nima deysiz shuni berma. Meni qo'lini ralla birlashma dukkunning mol setib olg'isi deb kichikman. Men texe aeroplan bilan Pekin, Shanxay, Guangzhouga berib, cho'ng savdolarni qilaman. Ben qo'limni shundoq bir qimirlasam, necha 100 ming ko'y u yoqdan bu yoqqa o'tadi. Meni Ranani yoqtirib qolganligimni Rana o'zi uchun cho'ng baxt deb bilsa bo'ladi. Shundoq. Bu Rana'ning baxti. O'tiring. O'tiring. Mana buni hozircha ishlab kechtiring. Uy. Güzellik öyle. Soğumu tam diyen yiyene koyuyor. Bu yiyene kadar yiyemaydı. Bir şey oldu da. Hazırla özü bilan 250 koy kolga kirdi. Eğer toy işi emelge eşik qasiyani qancha pul kolga kirdi ekan. Aka, ukam uxlab qoldi. Ma, chiqib qarortiga yotqizib qo'y. Ma. Chaqqan chiqib kirlarni jirat. Saralik yaxshi ko'rib qoldi. Qanaqa qilamiz? Nima qiladi? Uni oqsi to'y qilmoqchi. Iblisning sunnat to'yini qilmoqchi. Ularning hammasiga pul kerak. Ana olsa. Şuranın pulu bilen saran koyduğunu çıkarın. Ben hazır ularni berib chiqib, onu bilan so'zlashing. Opamda kishining eshik chivin sanmoqchi bo'pti-da. U kimning oilasidir? Ularning elchisiga apam ma'qul bo'pti. Belli, ma gapni. Apanızga ma'qul bo'pti. O'zingizchi. Biz o'z ixtiyorligimiz bilan birlikka kelishgan. Nihoyat yaxshi bo'pti. Mana shu. Sizlarga baxt tilayman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Biringlar muallim, biringlar sestra. Men sizlarning koni qoidalarni buzib tashlab, oddiy sodda to'y qilishda yoshlarga ulgu bo'lishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Xotirjam bo'ling. Biz cho'qim siz degandek qilamiz. Mayli. Tushdan keyin ishlamsiz? Yo'q, menga bugun bir kunlik ruxsat bergan. Sizchi? Menga bir kunlik ruxsat bergan. Bugungi bu baxtli minutlarni qanday o'tkazamiz? Rana, ot minishni bilamsiz? Shuni qishga chiqqanda o'rgangandim. Sizchi? Men yezida kichigimdan ot minib o'rgangan. Andaq bo'lsa, ikki ot topaylik. Yiroq joylarga berib, sayli qilaylik. Qandaq malika koni qal'aga hujum qilindi. Quyruqlarga tayyorman, shahzoda.
Mana bu bizning uyimiz. Qani, marhamat, hurmatli malikam. Ha, tazımı çıraylıkken. Ha, Juring. Mening bu uyimda ikkimizdan boshqa hech qanday zibu zinnat yo'q. Yo'q. Men arzu qilgan hamma narsalar bor ekan. Men Yasinning uydan kelgan elchiga ma'qul deb qo'yibdimi qarslar. Ular bir-birini yoqtirib kelishibdi emasmi? Voy, Amina qo'ydilar. Rasmiy nikoh qilganlarmi ajrashib ketadi-ku. Ma'qul deb qo'yganni yondirishga bo'lmandi ekan. U Yasin degan bir nima hech nimasi yo'q saraliq bir gadoy tursa, qaysi pulga to'y qila oladi? Şöhretning oilasi bo'lsa, tegi tashdidim boy. O'zi maoshliq. Uning uyida yo'g'on bir chamadonda liq puli bakin emasmi? Uning ustiga Ra'no qizning oksi bilan inisining to'y ishini o'zim qilib beraman deydi. Fatimxon, Ra'no gap anglamaydigan bola bo'ldi. Amina Xacha, men o'z bo'g'ach butun oilalarning g'amini yeb shundoq qilyapman. Shuhratning Ra'noni yoqtirib qolganlik kelgan bir omad. Hozir jamoatchilikka ishlar o'zlariga ayon. O'tgan Habibaning to'yini yarim yo'lda o'tkazib qo'yib, hozir xalqning og'zida so'z cho'chak bo'ldi. Endi Ra'noni quruq qil saraliqqa beribasizlar. Qandoq bo'ladi? Endi qandoqmi qilamiz? O'zlari yaxshiroq o'ylab baqsizlar. Men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Qandoq bo'lsa, Yosin degan bolaning cheyini qaytirib o'tkili bo'ladimi? Bu tasrak ish. Biroq sizlar to'yliqni eg'irroq tasla. Ular cho'ng qilishga maqdir yetmagandan keyin o'zlari yonmay hech amali yo'q. Sizlar deb baqsizlar, men to'yliqni qanchalik salsam bo'ladi? Mana bu taqsimgilli to'y bo'lgan Oyshamning to'yliq mollarining tizimligi ekan. Yasin bunchalar to'yliq qilishga pul chiqara oladi. Menmi shu tizimlik bo'yicha to'yliq solay. Endi buni Ra'noga qandoq deymiz? Bolalarning ishiga ota-onalar igdorchilik qiladi. To'yni tezroq qilaversaklar ish bitadi emasmi? Shundaqdimi, texmi o'ngishli bo'lsin uchun biz Ra'noni jiroq bir joyga avatib o'taylik. Ondan shu fursatdan foydalanib biz Yasinni to'yliqqa qistaylik. Fatimxon, bu tizimlikni kim opritasi bo'lar? Men opritamandi, shundoq qizlar. Voy, mana. Rahmat. Men hech qadaqlama. Bo'ldi, qayt qiling. Uyga yaqinlashib qoldik. ishdan tushib, mushu yerda uchrashaylik. Ablat akamga aytib qo'ying. Bizning ishimizni tezroq tutish qilsin. Ma'qul. Xo'sh. Chiq.
Yasin. Meni tanıdın Nemi qilmoqchisan? Anglab qo'y. Rana allaqachon meni ilkim ket. Nomussiz. Yo'lni boshla. Bu yaqindan beri ko'p chapotat. Shunglashda obdan bir kutib qo'yaylik. Nima qarab tursa? Chiqsa. Sen yana mushundaq chataq chiqarsa yo'q. Ya, mushkilim tilay. Yo'q tilay. Nima? Chapsa. Apa, nima ish oldi? Cho'ng opangdan xat keldi. U qattiq og'rib qapti. Rasma? Nichar cho'ng opam bana pek mamroqdi. Bechara cho'ng opang, seni bir ko'rsam debdi. Sen berib cho'ng opangni ko'rib kelgin. Ma'qul, men darhol boray. Shunda qizim jenim balam. Men tonishlar orqali aeroplan bileti ap qo'ydim. Ap degan uchidi ekan. Kechikib qolsang bo'lmaydi, jumi? Tas yaxshi bo'pti. Biroq doktorxona ishini doktorxonaning boshliqlariga men aytib qo'ydim. Bizning haliqi ishimiz. Sen ketavergin. Bu yerdagi ishlarga men bor. Cho'ng opangning og'rig'i eg'irlashib qolsa, oqingda yetib borma. Ma'qul, men tez mangay. Nechar cho'ng opam. Mushundaq paytda
u kız bir yerden geçti ona mı? Onu örümçedeki çoğun apısı bir kız çoğun kıgan. Çoğun apısına ağırıp kağalı haberini anlatla, eşliğini karmaymaymış hazırlandı. El kıçaralıkçı. Sizler hatırcan bosla. İşengen tağda keyik yatmaptı dep. Kızның namıda yazılgan şunç köp toyluqni körüp, çoqqun ko'ngli soğup to'ydan voz kechidi. Uning ustiga qizi uyda yo'q. Biz mushu payti qo'l soldikmi? Bo'ldi. Ular ovozini chiqarolmayla shu joydalar qolib qoladi. Xafacan bo'lsa da, qiz ketishidan tam ishimizni boshlab o'tamiz, ha? Malida! Bugun tushdan keyin bir ayol Rana'nın onası evetdi deb ketdikan. O bir patman narsa yozilgan bir tizimlikni ko'tarib ketdi. Mana bunga yozilgan narsalarning hammasini o'g'ildan qoldirmay olib beringlar deydi. Yo'q. Bu Rana'ning ra'yilan bo'lgan ish emas. Ay, shu bilan kelganlar. Badyan şüphe. Kelganlar? Badyan şüphe. Badyan şüphe. Baba. Ey juvaynimek, ettigen çıkıp ketkentin, müşvakt yumuş kıldın. Bizden etken çay içi dağılıkımızda uçmamsan, ha? Hey, Kadir. Ya sen? Ne git ötse? Ağırıp kaldın mı? Yok. Apam ağırıp kalgandı. Rana'nı izlep barsam uyda yokken. Doktorxanda mikin? Bo'ldi, doktorxonaga borma. Rana bir ruxsat so'rabdi. Apamni nimishqa doktorxonaga kelmaysa? Apamning mang'ida kali yo'q. O'zim yolg'izlik qildim. Uning ustiga uyda yana buvam bor. Oyshamchu. Uning gapini qilma. Ketdi. Nega? Opisniki ketdi. Ajrashiman deydi. Nimishqa? U uyga kelgandan keyin bizni kambag'alkan, qazi ko'pkanda qopig'i zadil ichilmadi. Uning ustiga opamni kasal bo'lib yetib qoldi. Qadirning maaşı chiqqandan keyin qarzining yerimini jazman berib o'tamiz. Yakshanba kuni bo'ladigan to'ylarga bir nechadan baho qavatibdi. Shuning pul kerak bo'lib kelib edim. Bo'lmasa mayli. Men ketay. Ha. Xo'shamsa, turib qolsa. Qari so'lab kaslar, Qodirning maashi chiqsin deydi ekan. Birini Qodirning qanchalik maashi chiqadiganligini bilmamdikin-a? Bu bekotilatlarning hammasini men baqandim. Men nima degan bitalay? Unchalar xafa bo'lib ketmishlar bolam. Sizlarning to'yinglarni qilamiz deb qarzdor bo'lib qoldik. Bu kunlarmi o'tib ketadi. Bo'ldi-la. Oxirgi bir nima qarz tuttirib o'xshaysizlar. Bu o'ydan bozroq ketkinim yaxshi. Hozir bir qalamda aytgan o'xshayman. Normal deb qo'ysa, ketilmasin. Shunda qilib ketib qoldi. Bunda xotinning maldiroq ketgani yaxshi. Ata, opangni cho'qim doktorxonaga olib borgin. Ma'qul. Do'stim, sen yana qarzdor bo'lib yurmagin. Buni azosim yana hisob qo'y. Buni bo'ldi. Yana hisob qo'y. At yakshanba doktorxonaga berib opangni yo'qlaymi? Rahmat sana. Andaqda men ketdim. Shunimi to'y degani bo'lamdi. Afat degan shuda. Rana nima uchun bugun uydami yo'q? Doktorxonadami yo'q? Bu zodi nima ketgandi?
Pul yok. Boşkan bırak geç şurada. Rast tazımı az ekepti. Kaytırıp etsin. Kiyini kaytırıp etsek yolar. Ayaklarını ekildi. Şuraya gelmez bir şey mi kılsa? Kaytırıp eteyli. Dan kullan. Sakın kaytıraylı. Tutla, tutla. Anısı, toyunu kamergam olup deydi. Sana kaytırıp getirin lan. Bu kandak kız bilen yigit allaqachon to'y qaytini bo'lgan tursa. Toy qilganlarni ajrashidi ku. Toy hit ağamız nim bo'pti. Sizlar tizimlikkin to'liq akamagandiki, biz bu to'yni qilmaymiz. Buni Ra'na yasan qaytirib berib etding deb menga topshirgandi. Buni og'ach keting. Ben Rana'nı tepip görüşüp bakay. Eğitti buyurmaysız. Siz yapsın ku. Şundak. Sizni tanıyman. Nemi şans taptı? Adam kaça. Ben Rana bilen görüşmek istedim. Siz tek toy qilmay turiblar, kaladek isib kiraverasiz. Adab qoida deganni uqmamsiz, ha? Siz oshi bir tutam to'ylig'ingiz bilan Ra'na bilan to'y qilmoqchimi texi? Ra'na sizning oshi bir tutam to'ylig'ingizni ko'rib, nomusdan o'layli deb qoldi. Sizning g'azog'ligingizni allaqachon qaytirib etgan. Endi umidingizni uzing. O sarılıqның toy işini manmışның bilen şamalga uçurup ettik. Onun toy işi manmışның bilen tügedi. Endi şuranın üzüğüyle kaldı. Şunda kılayım. Süsle. Karısı baksa. Süsle. Opa! Ukanın kızıl zatengizi. Üstten geçip gitti. Suya gitti. Üstten geçip gitti. Ne mi dedim? Kızıl zatenge. Uçu oynamak. Bunu kim etbergelikini bilemsen. Hep. Senin etber mi vermişsin? Rahmet sizge. Mevlüde. Ali aka, derhal kelsin berip Rana'dan aytib qo'ying. Chaqara qaytib kelsin. Ayak neylan? Yasindan ular qo'g'lib etdi. Shuhrat Rana'dan olmoqchi bo'lyotdi. Nima? Bu yakilana zaten imiş. Qaytirimiz. Keyin aka oldik. Qaytirimiz. Apa? 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 Apa?
Apa? Apa? Ha? Bu ishga shuhrat qo'l chiqibdi. Ha? Eliq shuhratchi. Nima? Cho'ng apingiz kasal emasmikan? Ular sizni aldabdi. Ular hozir jiddiy to'y tayyorlik qilyapti. Siz qaytib kelishlarda to'y qilmoqchi ekan. Siz qachon kelasiz? Ha? Nima? Nima? Men ish tayyorlayaptimi? Qachondan aeroplani? Bugun tushdan keyin? Bo'ladi. Men cho'qim aerodromga oldingizga chiqaman. Ha? Bo'ladi. Ma'qul. Ha, shunda qo'ysin. Bo'ladi. Ha. Ma'qul. Ha. Ma'qul. Sinirni, uydaki bir neçe qo'yni, ishlama aynakni, gilamni, bog'dagi meyvelarni sotsak, yetmagan yeriga qo'lim qo'shlardan qarzab bo'lsimi, tizimliknikini to'liqlasak, sizlar yana bir berib baqamlar. Shundoq qilgandimi, tal qilolmaymiz. Ularning nafsi bakmi cho'ng. Texnikaladan ikkini so'ysin deyapman. Faqat bo'lmaganda uyni sotayli. Bunda qilishga bo'lamdi ekan. Uy makonini setirsak, nerede o'tirib kun ko'chirmiz. Meningcha bu to'yni qilmayli. Yosin kelgandikin nasihat qil. Ata qiz bilan birga o'rib, to'y xidmini qaytarasin. Men sizni ila ko'ni joyda kutib atqili. Bir necha kun bo'ldi. Shundaqdimi? Xohlagancha uy kirmisiz bo'ladi. Nemish bo'ldi? Ha? Necha kundan beri nimishqatsiz. Xizmat olanda. Agar siz meni rostimda tashlab o'taman deydigan bo'lsangiz, men darhol sud qo'raman. Ne bilan davsiz qadrligim? Ha? Bugun nima bo'ldi? Chechilib chiqapsiz, ha? Siz Rahmatulloh, Ranan Yosindan tatolmoqchimi? Nimalarni da'vatsiz? Sizda go'zal jonanim endi tursa, uni nima qilatim? Bu yerda boshqa gap yo'q. Uni tag'amga tanishtirib qo'y degan. Balkim ishlar bundoq oson emasdi. Rana bugun tushdan keyin qaytib keladi. Rostmi? Ishonmasangiz, aeroplan stansiyaga chiqib qarab yiqing. Shuhrat, biz to'yimizni qachon qilamiz? Endi kutib turamayman. Men bu toza taqqiza bo'lyapman. Kechqurun qo'ni jar berib, obdan maslahatlasha olaylik. Bo'lamdi? Ha? Rasmi? Men sizni qachon aldab baqqan? Ha? Hozir nima ish qilmoqchi? Tushdi damalman, tushdan keyin ish qilaman emasmi? Ems bundoq yosnimabsiz-ku. Siz kelishdan burunla sirtdan qaytib kelishim bitti. Apam o'g'lim ketmasin. Siz tezroq mang'ash turing. Bo'lamdi? Ha? Chiring. Hey, unutib qoldingizmi? Oqishga chiqib keting. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Men uni izlab yurayman. Shaharga kirib ketgandi. Texnik kamayotdi. Bir chatoq yo'l qilib qolgandi. Rananing ishini Men Ranani ishdan xabar topdim. Sizlar xotirjam bo'lsizlar. Men Yosni cho'qim izlab topaman. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Oqshomni Yosin bilan keling. Maslahatlashadigan ish bor. Agar polo tayyorlab qo'ysizlar, men kelaverman. Ay?
Her tuvaleti geldi. Ay, geldi. Aynen, dahilim geldi. Akila, önümüz özede mi o? Sen kız biri götürürsün. Senlerini kim tanıydı? Yolu boşalt. Şamsana bir beyaz dost oldu. Yaxşımı. Karşı alın. Ben sizni mastekeden apırıp koyay. Keterim, ayrıplar sensin, teyye maşinisi var. Biz mahsus sizle ağlı geldik. Nimanda kaçlık kılsız? Mastekeden geley. Böyle. Sizden de haberimiz bulmamız gerek. Elak benim ailem toyluk çıdımağalık için apımız onu kovulup etti. Şuna o sizden katlık nefretini atıdı. Bu işlerin sen bilen hiç kandak alakası yok. Yolu oğlum. Kane, otur öyle. Nemi tatmısız? Bunun otur öyle. Şundaklar ana. Hayatlı bolken ben kolumda kesip kulağını kırıp bakayım. Murat! Sen onun darvasını çıl sakla. Oldu. Ağzı aptozga yetişmemeyle. Ondan onun önü hiç apıp koyayla. Ayrıp lan çıkılışı girmeyip oldu. Cananam birden kütüp durmaya kitip bağın nemisi. Onun keldi halakının başka adamı bilemdi. Ben onun adını çıkan dep eniq etkan tursam. Belki bir ahval bop bağandı. Bu iş bir aydanışıdı. Aka! Salime? O menin sığınım. Qaytib kelding mi? Dadam opamla yaxşıra atamdı. Emele naat yaxşı. Sizlerni behmi sevgindim. Anlasam toyağını yıkılışıp kaptı deydi o. Kimge öğlenmekçi boldun? Alina alma yoldaş. Digerlerimizden hemmisi doğru. Akınızın toy işini meylik bağan dikin asta düşünüp kalasız. Bu ya. Tanıyamadın mı? Bu başlangıç meslek kızık sağlık için eleyemez mi? Onun lakını maymun. Rostunu tanımay kaptı ben. O çağda takır başlanızı deyme. Endi çeçinizi bakırtıp yürümüşsek kızlar yartandı. Buldu. Ners gerekleriniz ne? Bu canciger akınızdan reseptiga atın. Biz birge giteyle. Makul. Kilincek ağılı kilip. Sınırlarınızı erketidigan bulduk da. Şöhret, rastımı şunca vala pulunu çıkır alamdı. Amine Hacca. Şunu gam kımısla, şöhret için pul digencik. O Rana'nı yartıp kaldı mı boldu. Asmandaki aynı üzülüş koyar. Toğa, ağzını nemi desin şunu veri da. Kelgisi de kazan mı, çömüç mü, may buludu desle. Elbette. Rana. Apa, bu siz nasıl adını kıgınız? Şimdi onun obdarak mı satkıp koysa? Onun hayırbasak boğmaydı. Şimdi özlerinizde mehkem toslacı mı? İş çıkıp kalk beni çakıralı.
Balam, şöhretlerinin kolu da pulu ba. Kolunu nergisini şergiyetidu. Sen şunda kollegili ba, bay adam diye pul buluşku onu mu sen? Kiyin kondak kılınız? Apa, siz beni satmaktı mı? Balam, sen benim halimga yetkin. Benim bundan başka ilacım yok. Ula akang bilen ufkanın barlık toy çıkımlarını üstüge almakçı bolgandan keyin men seni şöhretke berişke koşuldum. Hem ahval ana şundak işlap bitip kaldı. Yeni ilişki bolmaydı. Ula çayını bugünlük akirmekçi boldu. Rastını etsem, onun uygu üstüne kirip, ahvalını iniq bir bilip gelsem deyme. Ahval naiti iniq. Kızның apısı halk alem aldıda toyluqni qaytırıp etkeniga qaraganda buni çoqum qo'llayotgan odam bor. Hozirgi gap qizning ahvolini bilish uchun uning bilan darhol uchrasak bo'ladi. Meningcha, tağa mammamla aytgandek, atla ahali kamsitga berip, toy xetini qaytırıp yetayli. Nima? Qaytırıp yetayli? Shunda deysek Ra'no uydan qanday chiqadi? Ra'no. Sen nime geldin? Senin nime karın? Sen demesen ama bilemem. Sen Ra'no'ni izlep geldin, şundak mı? Qaytib berip saraliq etip koy. Ra'no şöhretni xonimi bo'lish oldida turdi. Bundan keyin quruq xabar bo'lishma. Sen mu berip boyvachanga aytib qo'y. Ra'noning qalbi hargizmi şöhretga ta'alluq bo'lolmaydi. Sen daha da nima ish kelding? Lalmıştlarni izlep geldim. Lalmışt. Bir parça so'ngak tashlab bersa, azizning ketkicha va 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 vangshiydigan. Lalmıştlarni izlep geldim. Yalg'a aytma. Bu yerda va 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 vangshiydigan ko'rmadim. Yaxshi qarab baq. Sen meni alda otda. Attiganning bir yerda va 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 vangshiydigan lalmışt ko'rmadim. Ko'zing yo'g'an echib, o'zingga obdara qarab baq. O'shani chiqibchi. Sen meni va 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 vangshiydigan lalmıştga o'xshatmoqchimi? Eliasa!
Mevlüde? Bu narsalar nima qilsiz? Ranadan qaytib kelibla, og'ir ketib qoldim. 2 kun bo'ldi, hech narsa yemay, bir naqshin past ovozda o'qib jo'natdim. Sho'xsatlar bir 2 kun ichida to'y qilmoqchiymish. Amin xocham bozorni maydonga ko'ngil totqidek bir narsa aytayotgin deb buyurg'andi. Ali aka, Ranadan yoshirin bir parcha xatni doktorxona boshlig'ining qo'liga olib bergin deb muobaganti. Xatni beradingizmi? O'z qo'liga berdim. Akam Mevlüde, Rana adingizga aytib qo'ying. U tan salomatligini obdan asrasin. Biz bu ishni cho'qim o'ngshaymiz. Erta akşam oylaqisiga chiqsin. Yazim bilan ikkimiz uni saqlab turamiz. Agar adableşmay qolsa, o'g'illikka yana chiqsin. Bo'ldi. Rahmat sizga. Hey, bu. Oy. Jigit, siz bir necha kun burunla to'yga tap bo'lgan-ku. Bu mening sonim bo'ladi. Siz bilan bir ish to'g'riliq so'zlashgili kelgandik. Qiz tarafdan vakili kelganda so'zlashaylik. Jigit, to'yga telib, necha kun o'tmayla sestra qiz Rana bilan yomonlashib qoldinglarmi nima, ha? Rana? Habibana so'lisimi? Ha? Rana qizning yana Anvar deb inisi bog'i deyman. Sen qanday bilsa? Uning otasi Amina Kerimova. Kechiring, sizni avval qilmay o'zimiz hal qilib olsaqmi bo'g'idek. Ko'ring bu tomoshani. Qizning otasi kimligini bilmay da'vo qilganini. Ha? Amina Kerim? Bana acaba tanış isim mi bu? Ha, şu mu diye? Vay. Halk doktorxonasizdagi Lishujima? Mana sen, yaxshi mu? Bir ishimiz var mıydı? Bildim. At deganda cho'qim borman. Hayır. Birinchi taraflarda nurg'unlig'a yoshlar ota-onasi xizmat ishlab to'yni oddiy sodda o'tkazadigan bo'ldi. Men ota-onamni ko'ndirgandan keyin uni onasini ko'ndirishim lozimda. To'yi bo'lmagan kelin qaynonasiga nasihat qilgan ish nima bor ekan? Yana qoida, yaxshi odatlarni tashviq qilish hamma kishining majburiyati emasmi? Degan bilan yangi kuchlarimiz taraqqiy qilib borgan sari o'syapti. Ishlar yaxshi taraqqiy qilyapti. Shunday. Biroq Rananing og'rib qolganligi nihoyatim yomon bo'ldi. Burungi planimiz bo'yicha Ranani sening uyingga o'rlashtirib qo'yaylik. Bo'ladi, shunday qilaylik. Apam uning holidan obdan xabar oladi. Ma. Akib qo'y. Amina xocha, mehmonlar ketdimi? Ketdi. Ketdi. O'taslar. Qani. Asla. Sizin deyilgan narsalarning hammasini taltekis ekagandi. Ha. Hammasini taltekis ko'ngildagidek ekibdi. Endi buningga rozi bo'lganlar. Rozi bo'ldim. Senin patamxon rozi bo'ldim. Ana bola ikkisining odamgarchiligiga endi o ishongan. Bundan odamlar bilan quduqdasan. Asla, qani, asla. Opa! Sana qani? Qarvatda yotibdi-ku. Yo'q, qarvatni qarab chiqdim, yo'q turdi-ku. Voy, bu nemish? Juslab qarab baqaylik. Rana? Men sizga burunli degan emasmidim. Endi qanday qilamiz? Bu yerim kechida biror peshkanlik yo'liqib qolishni saqlag'aysa. Voy, uyning oqibli cho'ng daryoda emasmi? Rost! Voy, justa, justa.
Yahari kulunga bağdek oldu. Kulunga hoş şapal yürek yağdek oldu. La 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 la. Ola ola la 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 la. Şundan kıpı, onunla işkelmeydi nimeler. Şundan kıpı. Bunu hayırlısını bilirsen, Rana'nın kolu keltirip alsamla, pulum için, baktığım için, işte yok. Rana. Rana gel. Bizi Rana gel. Yunan aldık çıkaylı. Rana. Rana. Oy patam kaça. Bir yerde nemiş kıpşırırsız. Rana kını. Rana'nın nemiş ağaç gelmediniz. Yeni özgü akırı hotun kim o? Ne adamlar bu? O yaşıyor. Naman, çakkan öykü kaytmala, çakkan. Naman? Naman diyor kim o? Ben Naman emez. Siz beni tanıyamaya kaldınız mı? Ben mesul kalmadım. Bana Rana gerek. Şöyle, ondakıma, hep buludu. O Rana'ma opsi. Mundaktan, bu beni kıymamızdı diken de. Mezbilen uzunla kırış arzuk sürektim. Siz kırış koyaylı. Tamam. Sen? Ben seni. Elak kavanacağı saklığın 4 saat oldu. Toy işimiz doğruluk. Mesut işimiz gelmez miydi? Neymiş ki bağmaysa? Ben... Cüsle, bir yerden kiteyli, çakkan. Sen beni felaket yolu kısa verme. Sana şunu eğitip koyay ki, sen eğer rastın bilini taşlayıp ben deydiğim bolsan, senin iştiranın, kendisini halk alem aldı çok deseyme. Dünyadaki gepleri kışırsam oğlum. Mende günah yok. Günah Moşula da. Moşula beni arak kız meskip koydu. Şemmesi sonra pek. Şundak. Günah bizde. Onu meskip koyup. Silahlar deşken gayba. Maramaya kaldı. Rana tep... Bildim mi? Rana ko'ngil bilib ketibsiz bu. Bu daryo o'zini tashlabdi. Opa, o'cham keldi. Oo! Salima, kiring. Apa, nima geldi? Keling kızım. Rana'dan haber var mı? Rana'dan endiş kılmam. O herkes çatak çıkırgan kız demez. Bu meni oturmasa tıksaq düşün. Yaxşı mısın? Oturun. Amin kerimni uyumuşu mu? O hanı kamçık kadar kettim. Çavukla. He. Aslida sizde. Amine. Meni tanıyaldınız mı? Sizli hiliki yer ıslahat hizmet deydi işleyen yoldaş Hasan Goday'mı? Doğru ettiniz. Ben şu vakit Hasan. Kesle, otasla. Oturun. 30 yıl oldu. Şundak, 30 yıl ötüp gitti. Siz şüphe tuturupsiz. Ne abi ki mi?
Terip ketdik. Ha? Men pikam bir yer ketdimi? Xizmeti yetkilip Beijing ketgili 2 yıl olup kaldı. Oy, sizler kandak kılıp biz taraflar kep kallar. Bir iş bilen kelibdim. Anlaşımca kızınızdan söyleyen yigiti bilen toy kılışıga koşulmaydı ekansiz. Muşu gap hakikaten rast mı? Sizge şunu aytip koyay. Belki nurg'un pul hashlab sizga kuyov olmoqchi bo'lgan shuhrat degan toza bir lukchak narsa. U hukumatning bozor savdosiga ruxsat qilganlardan foydalanib, hamma eskiliklarni atkachilik bilan shug'ullanyapti. Siz uni oldam qalbisiga tushib ketmang. Bo'ldi, endi uni tilga olmaslar. Men hammani uqib oldim. Biroq men qizimni iliq saraliq soltak muallimga beramayman. Rana yezining nihoyat yaxshi, munavvar o'qituvchisini yaxshi ko'ribdi. Ular partiyaning ko'ni odatlarini o'zgartib, to'yni oddiy sodda yangicha o'tkiz chaqirig'ini ochib qo'lladi. Bu nima degan yaxshi ish? Ayni vaqtida sizlar mamtakam bilan yangi to'y qilib boshlamchi bo'lganligingiz esingizda. Amina, u nima degan isli fazilat? Manamda yoshlarning nikoh erkinligini oddiy sodda yangi to'y qilishini qo'llamasangiz bu qanday o'g'ini? Bunun jamiyatga qanday yomon ta'sir berishini o'ylamadingizmi? Rost aytdilar. Yomon ta'sir bo'lishini o'ylamagan yerda emasman. Ularning to'y qilishig'imi qo'shilmayman emas. Lekin hozirgi vaqtda to'y qilish o'tgankiga hargizmi o'xshamaydi. Albatta, hozirgi burunga o'xshamaydi. Xalqning turmushi nihoyatda o'sdi. O'z loyig'ida to'y qilishga imkoniyatmi bor, biroq ba'zilar to'yni bahona qilib mol dunyo yig'olmoqchi bo'lyapti. Zarur bo'lmagan rasmiyatlarni ko'paytirib, to'yliqni baxmu eg'irlashtirib boradi. Hozirgi zamonda to'yliq so'g'i salom olmaydigan qiz neda va? O'g'limning o'ziga topgan loyig'i oliy maktabni bitirgan qizgan. Uning to'yligi cho'qim eg'ir bo'ldi deysizlar. Opa, bo'ldila. Bu qiz yaqinda oliy maktabni bitirgan. Salila. Sizda tekmi? Seni belki bilmaydiganlar. Hozir nurg'unlagan yoshlar ota-onasining qo'llashi bilan to'yda o'zaro so'g'anmaydigan bo'ldi. U degan tashviqot, chaqiriq. Amaliyotda undaq ish zodi yo'q. Ra'nodak ahmoq qiz neda va? Yigitining so'g'i salom og'idak pulining yo'qligini bilib turib, shunga tegiman deb tarsalik qilib turib olyapti qarsalar. Ra'no qizning bu ko'z qarashiga nihoyat qoyilman. Qoyilman? Undaq bo'lsa, o'zingiz daqiqmi? Siz to'y qilgan vaqtingizda yigit tarafdan hech qanday so'g'i salom olmay to'y qilishga ota-onangizni ko'ndira olamsiz? Opa, undaq gaplarni qilmag'ala. Kelini xavoda bo'lib qaslar. Ota-onam hech qanday so'g'i salom olmay yangicha to'y qilishimga allaqachon qo'shildi. Shunga bizning to'yimiz yaqin orada bo'lsa-mu, yigit taraf xotirjam ansirmay xizmatini ishlayotdi. Anglashimcha, qaynonamning so'qig'idek hech qanday iqtisodi yo'q-ki. Qarz oldigan narsa kerakligini sotadigan ishlarni qilib tushunmabdi. Yaxshi. Nihoyatda yaxshi. To'g'ri joyda ish yo'qdi. Muhokaramatni qarang. To'yli qilmaydigan qiz mana oldimizda turibdi. Men sizni tabriklayman. Siz cho'qim baxtli bo'lasiz. Sizni ko'rgandeklik qilaman-ku. Ha, o'qituvchi Yosinning sonisi emasmisiz? To'g'ri. Yosinning sonisi rost shundoq. Aytana, yigitimiz zodi kimmi? Bu nihoyatda yaxshi uyga. Buni kang tashviq qilishimiz lozim. Halima, aytaveram. So'zlaring qizim, bu yerda yigitni taniydiganlar yo'qdi. Nimadan qo'rqsiz? Halima,
Ha? Bu öyle Selime degan kız emasmi? Shu, Anda ho'si bu yigit kim o? bu mening cho'ng o'g'lim. Ha? Tam tepishibdi. Ayni vaqtda sizlar Mamtakam bilan yangi ish tortib boshlamchi o'g'illigingizni esingizda. Ha? O'ylayaptimi? Uning otasi o'zini daryoga tashlab o'lyapti deydi. Voy, hay! Epag'am to'yliq! So'zlarni bir-birlab yondirib gapiring. Buni qaytib kelmaydigan bo'lsangiz, o'g'lim Shohratin ko'zingizni ko'rsin. Mana arkan akaldiq. Otam qacha, buni arkani bir-birlab o'tkazpaslar. Hey, nada unda qasa ish varkan, sog'dagan naq pul, naq kerak, ovoz deganda necha yuzga ketdi. Sen bularni qaytirmay turib, to'yliq qaytirish qarashiman dema. O'ylanib chiqishdan deb o'ylama. Otam acha, bir qitim iltifot qilsa, kiyimlarini kiyibdiman, pullarini hajlab qo'yibdiman. Endi u narsalarni nadimidi? Yap o'g'lim, ish iltifog'ini bilan meni nima qilarim? Bugun qarab turib o'ylandim. Uyliga chiqib chiqadigan, har kim o'ziga chiqmaydi. Sakını verelim. Peki. Habiba, halkınızı verin. Siz halkınızı verin. Sıra Qacha, sizler nimanca açıqlayla. Fatem Qacha işitib qo'ygan narsani biz söyleyiteyli. Baksan bulandı. Buni keyin o'zimiz bir narsa ishamiz, Mavlano narsani qaytirib esla. Ma'qul. Bir paltoliq sokni. Birdan ün algı. Bir ko'nglaylik jipakroq. Bir jup parpan. Shundoq qilib, biz oxir g'alaba qildik. Shohratning onasi qanday qoldi? O'g'oton. Balan Shohrat, ne diyorsun? Deb qaqshab qoldi. Au kim o? Ha? Sofiya! Sofiya! Sofiya, bu keştiler ketyapsiz. Onun bilan to'y to'g'riliq maslahatlashish uchun ketib qaraman. Kim bilan? Kim bilan? Shohrat bilan. Uqmamsiz? Onun bilan jurvat qilib bir necha oy oldi. U hozir qayerda? Ko'z bo'yida saqlab turdi. Xo'shamsiz? Shohrat uning bilan to'y ish to'g'riliq maslahat qilmoqchi bo'lsa, nima uchun mushundaq bir chat joyni tanlab maslahatlashadigandir? Sofiya, qarang. Kashf nazari nima degan go'zal, a? Shundoq. Biroq kun o'ldiribdi. Jirim, ayaga chiqaylik. Ha? Sofiya, men sizga shuncha ko'p huzurxohlik aytsammi, yaniliman ranjiyotamsiz. Siz burun. Ben sizning har qanday talablaringizni o'rinlayman. Ben sizni menga baxtli qilman deganingiz emasmi? Men
Endi men her yerden ayrıldım. Amirgim, azroq taqat qilib, hozirlar menga baxt kirishsiz. Qo'lida. Kaptan keting! Ulan güzel koydakmasam. Sakın bağlaş. Kımırma. Şöyle sen kok elinde. Bununla. Ha. Sofiya. Gözümü beçim. Gözümü beçim. Sofiya. Sofiya. Naşa. Ben hemini topşıray. Barlık kılmışımı topşıray. Hemini topşıray. Mevlüde? Yoldaş, birden turup dursanız ağa kızgış kegil gibim bat dep koysam. Boludu. Mevlüde? Keleme, kelem. Aliyasa, opam mening maktab yurib o'qishimga ma'qul bo'ldi. Rostmi? Sofiya, sen demag'in to'ng'u. Men seni yo'qlab kirdim. Rana. 我很好，谢谢。 Zemga. Mehmedcinim. Bo'ldi, ko'nglingni buzma. Ishlar o'tib ketdi. Endi olg'a qarash kerak. Kelgusida cho'qim yaxshi bo'lib ketsa. Qodir? Kirsam bo'lamdi. Kiring. Sofiya, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Rahmat. Sizga. Ko'nglingizni buzmang. Sen meni shu yerda sizindirib saqlab turdi. Menimi? Ha. Baba. Benim babam. Sen beni keçirgin. Baba. Baba. Yasin bilan to'y qilishingga qo'shildim. Yangi to'y qilishingga qo'shildim. Mevlüde, bir yer girmeyle. Oldu bilen Sofiya adınızı görüp çıkayım. Makul. Yürü. Yur balam. Uyimizga berib, to'yning tayyorligini qilaylik. Baba. Demeli şu iyiymiş o mu? Ana shu. Kiring. Aminaxon, her qaysilarının aldılarına 7. qatim kelishim. To'y ishini endi qanday qilamiz? Albatta bolalarning orzusi bo'yicha qilamiz-da. Rana qiz, ko'l bo'yida sizni Yasin saqlab qoldi. Bo'l bolam. Chapsan bo'lsin. Mana. Bo'la.